Xo'p, shunday qilib, avvalambor assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari. Nima uchun Minecraftni bunday boshlayapman? Buni zonaga kirganda aytaman. Undan oldin diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Yangidan zona ochyapman va seedga 666 ni terdim. Ana endi o'yinga kiramiz. Hozir ham tushuntirib ketsam bo'laveradi. Nima uchun bunaqa? Men YouTube'da ko'rdim va ba'zi bir obunachilarim aytishicha, bu seed la'natlangan va buni o'ynaganda telefon qotar ekan va seedda g'alati strukturalar, jinnicha ketma-ketliklar bor ekan. O'shaning uchun bugun mana shu 666-seedda biz survival qilamiz. Shunday ekan, buni oddiy survival video deb ensalaring qotmasdan ko'ringlar, balki qiziqdir. Xo'p, mana yerga ham kirib oldik. Ana endi bizga birinchi qiladigan ishimiz bu ahmoqona zonani tahlil qilishdan iborat. Atrofda eman yo archa yoki qanaqadir daraxtdir, hop suv, qum, oddiy zonaga o'xshayapti. Oddiy, shunchaki oddiygina zona-ku. Nimasi dahshatli buni? Ko'rinishi ham oddiy zonanikiga o'xshaydi, turishi ham, hidi ham. Qisqasi hammasi oddiygina zona. Nimasi g'alati bu 666-seedni? Hop. Oddiy-ku. Hop, shunaqa bo'lsa ham bugun biz bu seedni yaxshilab tahlil qilamiz, ko'rib chiqamiz, aylanib, o'rgilib. Mana bu to'nkaga diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Bu juda ham g'alati, qo'rqinchli. Minecraftga xos. Nima bu? Unaqa qo'rqitmanglar odamni. Minecraftda bunaqa bir pasda hozirdan-a? Bunaqa bo'lishi to'g'risi nima deyishni ham bilmayman. Kemani anchadan beri bunaqa suvni yonida ko'rmagandim. Aniqroq sohilda yonida ko'rmagandim. G'alati. Rostdan ham bunaqa ko'rinish, bunaqa birpasda ko'rish qiyin. Lekin sohilda yonida bunaqa kemani uchratsa bo'ladi. Men o'zim juda ham ko'p marta uchratganman. Hop, ana endi buni sandig'i qayerda buni? Ha, bo'ldi, pastda sandig'i. Hozir qani, hop. Hop, ana endi sandig'ini ochamiz. Qani sandiq. Qani tan. O'ylab tuzir narsa ham yo'q ekan ichida. Mayli, endi shu xarita bo'yicha belgilangan xazinasini qidirib ko'ramiz. Bugun videoda mana shu xazinani topish bo'ladi. Ikkinchi qismini ham chiqaramiz, chunki agar hozir men buni bittada uzun qiladigan bo'lsam, gapirishga ovozim yetmay qoladi. O'shaning uchun bugun maqsadimiz mana shu xazinani topish bo'ladi. Hop, ana endi sayr sayohatga chiqsak ham bo'ladi. Xaritaga bitta qarab olishim kerak. Keyin bu yog'iga to'g'ri ketaveramiz. Xo'p, manzilga to'g'ri ketyapman. Ana endi nima desam bo'ladi? Qornim ham anchagina och. Ovqat topishim kerak. Bu qo'zichoqni mayli o'ldirmaymiz, o'zi kichkinagina, mittagina, shiringina qo'zichoq ekan. Rahmimni keltirdi. Ha, mayli. Men qayerga kelib qoldim o'zi? Anchagina uzun ekan va anchagina chuqur. Xo'p, endi biz sifatdan sal yaxshiroq joydan o'tib olishimiz kerak. Bu yog'iga yana xaritaga qarab anchagina ko'p yuramiz. Hop, mana manzilga ham yetib keldim. Manzilga yetib kelishimga qornim ochqab qoldi. Endi batga belgilashga kiritib qo'yaman.
Xo'p, endi ovqat topishim kerak. Ovqat yon atrofda ovqat ko'rinmayapti. Qamish, daraxtlar, qum, yer, to'kilgan barglar va to'xtatchi orqada sigir. Ana, bitta emas, ikkita sigir. Hop, qani bu yoqqa ke. Ha, yaramas ke. Hopa. Hopa, ana endi tayyor, hop. Mayli, och bo'lganda bu ham teshib chiqmaydi. Endi narigi sigirni o'ldirish uchun bizga verstak bilan qilich kerak. Nimaga buni qo'ydim o'zi? Mayli, hozir turaversin, verstak yasaymiz. Verstakda nima deymiz? Kirka, qilich, lapatka, qum kovlashga albatta. Qisqa shu narsalarni hozir yasab olamiz. Keyin bizga sal ko'proq yog'och kerak. Nariga sigirni ham ovlab olamiz. Keyin kovlash ishlarini boshlasak ham bo'ladi. Undan oldin o'zimni yaxshilab to'ydirib olishim kerak. Mehmon qilishim kerak go'sht bilan. Xo'p, ana endi bizga tayoqchadan keyin esa bitta kirka va bitta qilich kerak bo'ladi. Qani, xo'p, agar setni hisobga oladigan bo'lsak, mana bu zombi ham birozgina g'alati ko'rinyapti. Qani sigir bu yoqqa ke. Qayerga ketyapsan? To'xta. Opa. Xo'p. Ana endi amatda turgan qo'ychani ham ovlab olamiz. Mayli, buni ham pishiramiz, tovuqni ham. Keyinchalik pishirib maza qilib yesa bo'ladi. Qani, opa. To'xta. Opa. Hop. Ana tayyor, hop. Sigir qani qattasan? To'xta. Hop. Tayyor, hop. Bizda 4 ta qo'ydi go'shi va ikkita sigirning go'shi bor. Mana bu lava. Bu ham naqadar g'alati, juda g'alati. Xo'p, mayli, zonani xazinani topgandan keyin tadqiq qilishni boshlayman. Endi xazina kovlashga o'tsak ham bo'ladi. Undan oldin och qoringa ish bo'lmaganidek, qorinni yaxshilab to'ydirib olishim kerak. Keyin esa kovlash ishlarini boshlayman. Sizlarga aytadigan bo'lsam, hozirgacha g'alati bo'lgan narsalardan bor yo'g'i bittasi birpasda kemani uchrashi bo'ldi. Bundan keyin onasi qolgan qo'y, sigirni o'ldirishim, qarmoq ushlagan zombi, lava, ot, qisqasi hammasi juda g'alati. Xo'p, bizga bitta lapatka kerak. Qumlarni tez kovlab olishimiz kerak, chunki o'zi kech tushyapti. Kech tushgandan keyin o'z-o'zidan zombilar ham kelishni boshlaydi. Onangni emgurlar rosa xalaqit qiladi. Hop. Mana sandiqni ham topdik. Ochilmayapti. Hozir qumni yaxshilab olib tashlaylik, tozalab tashlaylik qumni. Keyin sandiqni tekshirib voy, sandiqning ichini dahshatli sandiq. Ichini ko'rayotgan bo'lsalaring, aksariyat sandiqlarda chiqmaydigan xazinalar, dahshat, вообще dahshat. O'ta go'zal sandiq. Xo'p, menimcha bu sandiqning ichidagi xazina taxminan har 100 tadan 10 tasida uchraydigan bo'lsa kerak. Menimcha shunaqa. Mayli, xarita bo'yicha qolgan narsalarni ham tekshirib ko'ramiz. Qolgan joylarni ham, xaritadagi qolgan joylarni ham bitta yaxshilab aylanib chiqamiz. Hozircha Sid la'natlangan dahshatli emas, aksincha omadli, zo'r, dahshat. Ikkinchi qismda shunday qilib ko'rishguncha.